Yangilik. Tovuq jo'jalarim o'lib qolgan. Nimadan o'lib qolgan? Jorma bergan. Mana aka. Jo'jalar o'lib yotdi. Mana qarang, qancha mehnatim nima bo'ldi. Mana bu cholajon bo'lib yotdi. Bu ham o'ladi. Mana aka. Bunun ko'zini chuqalab olibdi. Mana uni qarang, dahshat. Qani urishdi tabii. Bunikini ham nima qilibdi? Allah, bu nima? Quturdimi bu? Bu tovuq quturdimi? Xursand bo'pman men. Jo'jalarim ochib chiqdi deb xursand bo'pman. Bu ham o'ladi. Bu ham o'lish arafasida. Yana bu tovuğunuz quturgan. Buni ham cho'qilab olgan. Ha? Bu tovuğunuz quturgan bu. Buni oyib tashlaymiz. Kerak yo'q bu tovuq. Mehnatim bir tin bo'ldi. Qilgan mehnatim. Naryoqda yana ikkita jo'jam kallasi garang bo'lib yotdi. 4 ta oq jo'jamning ahvoli yaxshi. Inasini hozir chiqarib tashladim. Mana 11 ta tuxum qo'yuvdim. Hozir 6 ta jo'ja oldim. Bittasi o'lib qoldi ertalab. 7 tami? 8, 9, 10 ta. Bitta yo'q. Jib qo'yganman. Nima bo'lgansa bo'lgan. Bitta tuxum yo'q. Jo'ja ochdi, pishak ilib ketdimi? Jo'ja ham bir to'liq ochib chiqmasa soviydi ekan odam. Bu aniq o'lib qoladi. Naryoqda yana bittasi turibdi, chiroylisi. Mana. Bu ham o'lib qoladi. Bu inasi quturgan, psixoloji buzildi. Nima unday qildi? Tavba. Bilmasam, men hamma anosini qildim bugun. Nari emas.